Olti mashinasini olib qoldik. Bu mashina elektr oborotlarni qilib beramiz. Bu mashinaga signalizatsiya pultdan to'g'rilab beramiz. Video registratorlar qo'yib beramiz. Ikkamda deflektorlar qo'yib beramiz. Kolonkalarni qo'yamiz. Pultlarni to'g'rilab beramiz. Mana shu fonda ishlab boshlandi. Xudo xolisa, yevamlarni qo'yib beramiz. Mana apshikalar qo'yilyapti. Yangi apshikalar qo'yib, xudo xolisa ishlab boshlandi. Bunaqa batonlargacha qo'yib beramiz. Mana cho'tki qilib. Apshikalarni qo'yib bo'ldik, 4 ta apshikasini. Salom mashinalargacha yonadigan qilib qo'ydik. Kolonkalarni qo'ydik. Mana ikkita orqa kolonkasini. Mana video registratorlarni qo'yishni boshladik. Hamza tayyor bo'ldi. Bu mashina signalizatsiya ustanovka qilib berdik. Elektr oborotlarni to'g'rilab berdik. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu mashinada tablolar ishlayapti. Hamma narsasi yonib o'chyapti. Magnitofonlar ishlayapti. Pechkaga ham deflektorlar qo'yib berdik. Video registratorlarni ustanovka qilib berdik. Rollari mana suv sepaganlarga ishlayapti. Dvornilar ishlayapti. Hamma shuni olsanglar, mashinalargacha yonib o'chyapti. Apshikalar hammasini full variantda ishlatib qo'ydik. Bu mashinamizda ko'rsatib o'tamiz. Mana orqa faralar yonyapti, nomer освещениялар, задний svetlargacha yonyapti. Eshiklar joy mana pultni bossak bagaj o'chaganlarga ishlayapti mana. Mana ochib ko'rsatamiz bagajlarni, mana bemalol ko'rishingiz mumkin, alishtirilgan narsalar. Hamma shuni olsanglar, salom освещениялар hamma shuni yonib o'chyapti mana. Hammasi chotki qilib, akkuratli sifatli qilib to'g'rilab qo'ydik. Sizlarga shunaqa xizmatlar bo'lsa, aytasizlar, akkuratli sifatli qilib elektr montajini full variantda ishlatib beramiz. Bu videoni shunaqa retrosi bor akalarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishinglar.